risolatning og'ir yuki. Boshlangan ishlarni to'xtatishi uchun u kishiga qarshi yillab boykot e'lon qilishdi. Quraysh xalqining zulmi, yana bir marta shu ishni qilayotganingni ko'rsam, yo bo'yningni sindiraman yoki yuzingni qumga belayman. Madinadagi munofiqlar, shafqatsiz Toif odamlari hamda Handaq g'azotida deyarli barcha arablarga qarshi jang qilgani, qatnashgan janglari hamda u kishini o'ldirmoqchi bo'lgan minglab kishilar. Bu uchun juda kuchli matonat va qo'zg'almas iroda kuchi talab etiladi. Shu sabab payg'ambarlikdan avvalgi hayotlaridagi hamma narsa noziklik bilan reja qilingan edi. 8 yoshga kirdilar. Amakilari Abu Talibning uyiga ko'chib o'tadilar. U yerda umrlari davomida eng ko'p g'amxo'rlik va muruvvat ko'radilar. O'z amakilarining uyi bo'lsa ham o'zlarining uylaridek bo'lmasdi. O'z ota-onangizdan so'ragan kabi istagan narsangizni so'ray olmaysiz. Bundan tashqari amakivachchalaringiz sizga hasad qilishi mumkin. Shuning o'zi odamni ko'p narsadan to'sadi. Undan tashqari ular boy ham emasdilar. Ko'p hollarda qornlari to'ymay uyquga ketishardi. Yoshliklaridan qashshoqlik nimaligini his qildilar. Lekin bularga qaramay, amakisi va xolasi o'z farzandidek qarab mehr berishardi ularga. Ba'zida o'z bolalaridan ham ko'ra ko'proq yaxshi ko'rishardi. Abu Talib Muhammadsiz hech qayoqqa bormasdi. Doim yonida olib yurar, ko'zdan qochirmasdi. Ba'zida xuddi do'stidek gaplashib o'tirardi. Dasturxon atrofida yo'q bo'lsalar, "Muhammadim qani? Uni chaqirib keling" derdi. Payg'ambar alayhisalom boshqa bolalarga o'xshamasdilar. Kattalardan oldin ovqatga qo'l cho'zmasdilar. Juda aqlli bola edilar. Amakilari oilasini ta'minlash uchun qiyinchilikka uchraganini ko'rgach qarab turmadilar. Bolalar kabi vaqtini bekor ketkazmay, ishlab uyga yordam berishni istadilar. Amakilarining oldiga borib, qo'y echkilarga cho'ponlik qilishni so'radilar. Ana shunda Abu Talib birortasini ishga olishiga to'g'ri kelmasdi. Bu gap yosh bola uchun juda oqilona taklif edi. Amakisi va xolasi uni hech qachon yuk deb bilishmagan, jazirama arab quyoshi ostida uzoq vaqt tashqarida bo'lishini istamaganlar. Ammo payg'ambarimiz alayhisalom ularni ko'ndirdilar. Hayvonlarga qaray boshladilar. Cho'ponlik juda katta sabr talab qiladi. Bu bilan u kishi sabrli bo'lishni, mas'uliyatli bo'lishni va o'zlariga ishonib topshirilgan narsani muhofaza qilishni o'rgandilar. Bu esa u kishi uchun shahardan uzoqroqda bo'lish, tunlarni yolg'iz o'tkazish, osmondagi yulduzlar, yerdagi maxluqotlar haqida tafakkur qilish imkoniyati edi. 12 yoshga yetganlarida Abu Talib oilaviy qiyinchiliklari sabab savdo karvoni bilan safarga chiqdi. Quraysh tomonidan tashkillashtirilgan bu karvon Damashqqa yo'l olgandi. Payg'ambar alayhisalom bundan xabar